Bu hovlimizni yeri 4,7 8 ta xona, 3 ta hol, 7 ta sanuzel joylashtirgan va albatta basseyn, saunalari ham bor. Mana bunaqa chiroyli fontanlar ham joylashtirib ketishgan. Demak, manzilimiz Mirzo Ulug'bek tumani Tsalkovskiyda joylashgan. Endi uy ichini ko'rsataman. Ketdik. Uyga kiraverishimiz bilan shunaqa katta hol kutib oladi. Oshxonamiz juda ham katta. Bu xonamiz esa mehmonxona, ya'ni zal. Juda ham ko'rkam, juda ham chiroyli. Basseyn va sauna. Katta yotoqxonamiz. Yozgi oshxona. Bu esa podvalimiz. Bu joyi kinoteatr qilishingiz mumkin va podvalda yana ikkita qo'shimcha xonamiz bor. Ikkinchi qavatdagi hol. Ikkinchi qavatda 3 ta xona joylashgan. Bunaqa sanuzeldan 7 ta bor.